O'zingiz tanishtiring. Men dunyodagi eng zo'r qaynonani baxtli keliniman. Qachon qaytasiz? Siz qachon desangiz, o'shanda oyijon. Xo'sh, yaxshi. Qaynanang qiynamayaptimi? Deysiz, sizni javobingiz? Meni qaynonam dunyodagi eng mehribon inson. Xo'p. Bugun qolaqa qizim desa nimada javob berasiz? Aslo yo'q. Meni uyim endi boshqa. Bu yoqqa men mehmonga keldim deyman. Biron bir qarindoshimga to'yga taklif qilishsa-chi? Men oyijonimsiz hech qayerga bormayman deb aytaman. Xo'p. Qaynsingling qanaqa inson degan savol berilsa, sizni javobingiz? Nima deyman? Meni qaynisinim tug'ishganimdan ham a'lo, eng yaqin sirdoshim deb aytaman. Yaxshi. Agar mabodo uydan hadya berib yuborsa-chi? Oyijonimga qani? Menga kerak emas. Birinchi oyijonimga bo'lsin deyman va iloji boricha qizli uyimdan hamma narsani uyimizga olib kelishga harakat qilaman. Qo'yib, barakalla. Ana endi tayyorsiz. Onangizga borsangiz bo'ladi. Olg'a. Rahmat oyijon. Balki qolarman oyijon.